Sal qoldi. Videoni ko'rib turing, hozir kelaman. Boshimga tegar qirg'iy qanotin yozar qirda. Bu mehnatimizga 6 kun vaqtimiz ketdi. 6 kun ichida biz mashinamizni to'liq polirovka qildik. Ximchiska, diska balonlar ishlarigacha motorlarni ham yuvganmiz va pachoq joylari bor edi. 5-6 o'sha joylarni ham vakuumda to'g'rilab, rullarni ham peritashka xizmatlarini qilib berganmiz. Agar sizda ham mashinangiz xuddi shunaqa kir holatda bo'lsa, bexijolat bizlarga olib kelishingiz mumkin. Biz chiroyli qilib sizlarga topshiramiz. Manzilimiz Samarqand shahar Sagdiyanada Abu Bakr Roziy 9 deb yozsangiz, bizning lokatsiyamiz kelib chiqadi. Agar narxlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga telefon qilib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.